15 kun oldin futbolda futbol o'ynab chap boldir tufaylarini sindirib olishgan edi. Operatsiya qilib plastinka tushirib qo'yib, boldirlarni joyiga qo'yib qo'yganmiz. Mana bugun kelib iplarini olindi. Iplari olingandan keyin обязательно langeta boylami yechilib, sirkularni shunaqa qattiq gips qo'yish kerak. Negaki endi bog'iga yana 1 oy turadi. 1 oy qimirlamasdan turish kerak. Ana o'shanda sinovlarimiz bitadi. Sinovda bitish uchun o'ziga yarasha omillar bo'ladi. Sinovda bitish uchun birinchi o'rinda yana bitta langeta. Harakatlanmay turish kerak siniq. Siniq bo'laklari harakatlanmay tursa, ana shunda bitish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Ikkinchisi vaqt kerak bo'ladi o'sha joy-joyiga tushgandan keyin. Uchinchisi organizmda kalsiyga boyroq bo'lish kerak. Kalsiylari organizm yaxshi quvvatlangan bo'lishi kerak. Mana shunaqa omillar kerak bo'ladi sinov bitishi uchun. Biz hozir mana shu omillardan bittasini ta'mirlayapmiz, harakatsizlantiryapmiz oyoqni. Bo'g'imlarni harakatli gipsda shunaqa bitta siniqdan tevada bitta bo'g'im fiksatsiya qilish kerak, pastda yana bitta bo'g'im fiksatsiya bo'lishi kerak. Ana o'shanda shu qo'yilgan gipsiz to'g'ri qo'yilgan bo'ladi.